Assalamu alaykum. Hammalarning No'ruz bayramini qutlayman. Hammamizga ma'lum tarixdan buyon No'ruz bayrami an'anaviy milliy bayram, emgak bayrami, inoqlik bayrami, savoblik bayrami, tabiat bayrami degandek sifatlar bilan ta'riflanib kelmoqda. Meningcha eng muhimi No'ruz bayrami bir ruhiyat bayrami deb atag'im keladi. Chunki bir-birimizga ham hayotga bo'lgan sevgimizni, mehr, muhabbatimizni ifodalasak, yaxshilik, kam qo'saqlik urug'larini chassak, savobli ishlarni qilsak, albatta ruhiyatimiz yengillanib, poklanadi. Fars tillaridan kirgan Navruz degan so'zni qabul qilishdan ilgarilam ajdodlarimiz ko'kburnoq, sumik oyimi, Kök Məşribi degandek namlar bilan No'ruz bayramini tabriklab kelibdikan. Men bugun Qumul diyoridagi Kök Məşribi deb atalgan mashrabda kambosi bo'lmaydigan Kök xanim haqida qarindoshlarimga ozroq so'zlab beray. Kök xanimning ma'nosi mashrabda qo'ldan qo'lga o'tkaziladigan simvollik ma'noga ega maysadan iborat. Bu bir maysa ameliyatda. Qumul məşribining belgisi hem hayotlikning simvolu bo'lgan bu kökni yetishtirishdimi Qumul Uyg'urlari nihoyatda tujibillab alayda kökni yetishtirdi hem etivalaydi. Hem nihoyat chiroyli bo'lgan Xanim degan ismni qo'yib, Kök xanim, kunchechak deb atashga odatlangan. Hamda bu kökni chiroyli bir sahib jamal o'rnida ko'rdi. Qumul Kök Məşribi degandagi kök so'zining kelib chiqishiga kelsak, bu ajdodlarimizning nihoyatda uzoq zamonlar ilgariki kökka cho'qinish aqidasidan kelib chiqqan deb qarashga bo'ladi. Ajdodlarimiz kökni muqaddas kök tangriga timsol qilib cho'qinib ketgan. Kök Məşribi degandagi kökmu kök rengi, yani butkul koinotning ko'kirib yashnashiga simbol qilingan. Kök Məşribi tunji qar yoqqan vaqtidan boshlandi. Shu boshlangancha toki No'ruz kunigacha davomlashadi. Kök Məşribi avval kökni yetishtirishdan boshlanadi. Kökni yetishtirgan vaqtidami o'ziga tushliq qoida usullari bor. Yurt ichida 7 ayol kishi to'planib, shu yurtdagi 100 obro'yi bor bir kishini taklif qilib kelib, shu kishining yordamida bir qapoqning ichini o'yib, uni mundaq yerim qapoq holatga keltirib, ichiga nefis bir qavat paxta yeyitildi. Ondan Bismillahirrahmanirrahim deb duo oyatlarni o'qib, ondan bug'doy donchilari chechiladi. Şunun bilan bu kökni terigan bo'ladi. Ondan azroq namlab sug'uradi. Bu kökni terigan vaqtida Qumul Uyg'urlari nihoyatda chiroyli biyitlarni aytib turib teriydi. Masalan, kökler kökler kök xanim, boyun kökka taqassun, baxt sana yar bo'lsin, toji taxtim hur bo'lsin. Mana shundaq biyitlarni aytib turib teriydi. Ondan bu kök o'sib bir g'erish bo'lgan vaqtida yana yurt ichida bir necha oila to'planib bu kökni zinnatlashga, yasashga boshlaydi. Buni yasaganda o'ttirda bir tal sabzi sanchiydi, cho'risiga barangi yaproqchilardan, ondan oq tikanning yog'ichidan barangiga sanjib qo'ydi. Qarasak bu baranga xuddi bir nur chechib turgan quyosh qilan o'xshaydi. Bu oy va quyoshga simbol qilingan. Ondan buning o'ng tarafiga bir xo'razni, so'l tarafiga bir mikyonni yasab qattiq qog'oz bilan sanjib qo'ydi. Bu hayotlik, ko'payishga simbol qilingan, ya'ni g'alabiga, mo'l hosilga simbol qilingan. No'ruz bayrami yalnız tabiat bayramlam emas. O insanların en qadimqi, yani din shakllanishdan burunqi quyoshga, o'tqa cho'qinish
aqidasini aks ettirib kelgan. Yani insanların en iptidai tevinişlerinin ifadesi bulup bu kök meşribi en kadimki etnik medeniyet belgelerinden biri dep qarashqa buludu. Qumul kök meşribi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda qoğdildiğan gayri maddi medeniyet buyumları tizimiga kirgizib alayda qoğdilib kelyapti. Köxenimni yasap bolgandan keyin köxenimning yuziga yağlıq yepib, xuddi to'y qizning yuziga yuz yapı yapqandek shundaq yuz yapı yepib to'y bu köxenim ko'chirildi. Ko'chirilib tunji mashrabni olgan kishining uyida mashrab o'tkazildi. Bu mashrab oyoqlashgan vaqtida u kishi ikkinchi qatimliq mashrabni o'tkazib olish uchun bu köxenimni u ailəyə sunudu. Bu köxenimni ötküzüb beriş vaxtıdımı yana azraq qaydı yosullar var. 9 tabaqqa 9 xil yel yemişini tayarlab 9 g'ayrish keladigan erkak qo'shqarni shu sorunga başlap kirib mashrab o'tkizib vaqt kishiga biyitlarni aytib turib sunudu. U kishimi ötküz vaqt kishimi yana biyit bilan javob qaytirdi. Andan tabaqlarni quruq qaytirmaslik uchun yana 9 leganga 9 xil quruq yel yemish tayyorlab nayt razimalik bilan mashrabni qabul qildi. Shunday qilib bular bu köxenimni to'y qizni ko'chaganda ko'chirib yo'l bo'yi nag'ma-navo qilib biyit qo'shiqlarni aytib u ailəyə yetib bardı. Şunda qılıb bu köxenim öydən öyyə, aildən ailəyə köçürülüb ta ki Noruz günü də ayaqlaşırdı. Qumul kök meşribide eğitildiğen biyitlerini bir eğitiş bakaydı. Tam çiçek, tam su çiçek, kamdan igiz, bağım o çiçek. Kükürgili köküş çiçek, kötürgili iğir çiçek. Bu çiçeknin namını nom bilen nam eyledik. Bu çiçekni özlügara biz musoğa yolladık. Nağmıçı lazım bulur. Hepizlarni hazırlıslar. Usulçi lazım bulur, cügallarni hazırlıslar. Hazını 30, koyunu 9, hemmini tam rastlısılar. Mihmallarının şənige gazır purcaq meyviçi ve rastlısılar. Delzimistan çillide maysını ündürdüler. Maysını bizge tutup dillarını zep küldürdüler. Kışlığı üngen buğdayının tərifi nazuk turur. Soğurup çaşqılı gül alğan kişi aşık durur. Danı buğday, maysı boldu şaxlanıp tərəp-tərəp. Maysını qızğa tuvap, qutluduq, işki tərəp.